mana shu joyda agar 25 sm qilib, da kafil bilan o'raysiz, bo'ldi. Polgacha xohlamasangiz, jib bo'lmagan 70 sm polgacha qilib, poldan 70 sm qoldi. Rom qilasiz uzunchoq qilib. Bu nimani beradi desachi, trubachi, qo'yib qo'yibsizlar, hojatxonalarning yamasiga truba tortib ketadi, tiyaga hosil qilib. Bu yerda ham shunaqa tiyaga bo'ladi. Ham yorug'lik nuri tushadi, ham hali sassiq havoda chiqib ketishiga tiyaga hosil bo'ladi. Bunda 4 barobar kam bo'ladi. Kichkinagina prayomda tiyaga hosil bo'lishga ulgurmaydi. Ulgurmaydi prosta. Uni katta bundoq qilgandan foyda yo'q. Uzunchoq qilsa foyda bo'ladi. Men teshib ketganim bor edi. Bu mashinaga qo'yildi. Qayoqda? Mana shu podolniki mana. Chiqarilgan mana. Ha, bormi? Bor. Bu kamlik qiladi bu. Bu hosil. Bunaqadanchi 1 kvadrat 5 kvadrat metrga bitta qo'ysangiz, sallaligi pagoda berishi mumkin. Atak bitta ikkita bilan umuman pagoda. Ha, undan ko'ra buni oxirigacha olib tushib, qisqagina qilsangiz, ham nariyog'ingizda joy keng qoladi, ham tiyaga hosil bo'ladi. Tushundingizmi? Oq kafildan qilsangiz, yop-yorug' bo'lib turadi. Zo'r mazza bo'ladi. Shunga e'tibor berish kerak. Hey, maslahatlar tekin. Bemalol murojaat qilaverasiz.